Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan follikulit Goffman, ya'ni Goffman kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik nima, o'zi nima sababdan kelib chiqadi, qanaqa simptomlari bor, qanaqa belgilar bilan keladi va bu kasallikni qanday davolasi bo'ladi, davolash haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Videoda siz o'zingizga qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Goffman kasalligi bu terining surunkali, yiringli va yallig'lanishli kasalligi bo'lib, bu kasallik bemorlarda bir necha yil davomida davom etadi. Bu kasallikni birinchi bo'lib nemis olimi dermatologi Goffman aniqlagan. Ya'ni u bir necha yillar davomida bu kasallik nima sababdan kelib chiqadi, qanaqa turlari bor va qanday davolash bo'yicha butun tadqiqot ishlarini olib borgan. Shu sababli bu kasallikni uni nomiga Goffman deb qo'yishgan. Goffman kasalligi qanday kelib chiqadi? Hammamizda terimiz tagida soch xaltachalari bor. Shu soch xaltachalarining yonida yog' bezlari joylashgan. Agar bu yog' bezlari o'zidan haddan tashqari ko'p yog' ishlab chiqarsa va shu yog'lar teridan tashqariga chiqishi qiyinlashsa, teri tagida to'planib qoladi va o'sha joyga ikkilamchi infeksiya, ya'ni stafilokokk, streptokoklarning qo'shilishi natijasida yiringli toshmalar paydo bo'ladi va bu narsa Goffman kasalligiga olib keladi. Goffman kasalligi ayollarda deyarli uchramaydi, asosan erkaklarda uchraydi. Erkaklarning boshli sochli qismida uchraydi. Ko'proq eng ko'p chiqadigan joyi bu zatiliq, ya'ni ensa sohasida bo'ladi va tepa sohalarida bo'ladi. Ba'zilari soqol qismida ham bo'ladi. Ba'zi bir bemorlarda esa yelka qismi, ko'krak qismlarini ham qamrab olishi mumkin. Goffman kasalligini tashqi tomondan aniqlash juda ham oson, ya'ni ko'rganingizda katta tugunli yiringli toshmalar bilan xarakterlanadi. Ba'zi vaqtda shu katta yiringli toshmalar o'zidan yiringli ajralmalarni ham hosil qilishi mumkin. Mana videoda ko'rishingiz mumkin. Bu bemorda ham shunaqa katta yiringli toshmalar bor. Katta yiringli toshmalar toshgan vaqtda bemorda boshida kuchli og'riq bo'ladi, yotishga qiynaladi, boshni tarashga ham qiynalish bo'ladi, hamda biron xil bosh kiyim kiyganda ham og'riq holatlari bo'ladi. Bemor atrofdagilardan juda ham uyaladi. Oldiga borsangiz agar ba'zi bir bemorlarda sassiq, noxush hid kelishi ham mumkin. Davolashga keladigan bo'lsak, bu kasallikni darajasiga qarab etap-etap lecheniya qilish kerak bo'ladi. Davolanishda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri antibiotika terapiya hisoblanadi, ya'ni Daxilan, Daxisaklik kabi dorilardan foydalanadi. Hamda mahalliy antibakterial kremlardan foydalanish kerak bo'ladi. Buni hammasini vrach nazoratida qilish kerak bo'ladi. Antibiotik terapiyalar bu ko'pincha vaqtinchalik yordam beradi, ya'ni yiringli proseslar ketadi, lekin yiringlar pasaygandan keyin yana kasallik qaytalanish holatlari ham bo'ladi. Bunaqa holatlarda sistemli retinoidlardan, ya'ni izotritsinain kabi dorilardan foydalanish kerak bo'ladi. Sistemli izotritsinain bu teri ostidagi yog' bezlariga ta'sir qiladi. Yog' bezlari faoliyatini asta-sekin pasaytirganligi hisobiga sochlarning yog'lanishi va yiringli hosilalarning pasayishiga olib keladi. Bunaqa dorilarni faqat vrach dermatolog tavsiyasi bilan bir necha oy davomida ichish kerak bo'ladi. Meni qabrimga bunaqa bemorlar juda ham ko'p kelishadi. Ularning ko'pchiligi shu antibiotiklar olishadi. Antibiotik olsam yaxshi bo'laman, lekin to'xtasam yana qayta chiqishadi deb shikoyat qilishadi. Bunaqa bemorlarga biz ko'pincha shu sistemli retinoidlar bilan lecheniya qilamiz va bir necha oy ichida kasallikni remissiyaga tushirib, ya'ni chiqarmaydigan qilib qo'yamiz. Sistemli retinoidlarni vaznga qarab etap-etap lecheniya qilish kerak bo'ladi. Bu narsani faqat vrach nazoratida qilish kerak bo'ladi. Agar bir necha oy davomida ichsangiz va kumulyativ dozani olsangiz agar, shu bilan bu kasallik sizda qaytib chiqmaydi. Sistemli retinoidlarga Acnetrend, Roacutan, Acnecutan, Satret kabi dorilar keladi. Bu dorilarni faqat o'z boshimchalik bilan emas, faqat vrach nazorati ostida ichish kerak bo'ladi. Bu kasallikni agar o'z vaqtida davolamasangiz, kasallik yanada avj olib ko'payib ketishi mumkin. Hamda o'sha katta yiringli toshmalardan chandiq bo'lgan sohalarda chandiqlanish hosil bo'lishi ham mumkin. Keyin bu chandiqlanish bo'lgan sohalarda soch o'smasligi ham mumkin. O'shaning uchun agar o'zingizda yoki farzandlaringizda, o'g'il bolalarda bunaqa kasallik bo'lsa, o'z vaqtida davolang. Har xil o'z boshimchalik bilan lecheniyalarni qilmang. Iloji boricha yiringli toshmalar chiqqan vaqtda kestirmaslikka harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni mahalliy terapiya bilan yoki sistemli terapiya bilan lecheniya qilish kerak bo'ladi. Chunki kesilgandan keyin ham chandiq hosil bo'lishi mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, pastda like tugmasini bosing va bu videoni o'zingizning tanishlaringizga yuboring. Agar biron xil izohlaringiz bo'lsa, kommentariyada o'zingizning fikringizni qoldiring.